полевых цветов веночек, в утренней росе цветок, соловья запев свисточек, сок березовый глоток, тишины послушать волю, по тропинке в лес густой, поболтать с березкой вдоволь про него и про любовь. Матушка земля, белая березонька, для меня святая Русь, для других занозонька. Матушка земля, ой, белая березонька, для меня святая Русь, для других занозонька. Сколько мне еще годочков у кукушки поспрашать про любовь свою девичью, на ромашке погадать, ключевой воды студеной. O'zi bu chorvadorlikda bitta hamkorlik uchun bizni bosh vazirimiz kelganlarda bu yoqda bosh vazir bilan shunaqa kelishuv bo'lgan. Men chorvadorlarimni olib kelaman. Bo'pti, bo'sh joylarimiz, fermalarimiz yotib ketsa, demak bizda qizlashib ketdi, mol boqish qiyin va qimmat bo'lib ketdi mol boqish. Shuning uchun bitta imkoniyat bemalolchilik. Molni o'zini qo'yarsiz ham yem ham shart emas, boqaveradi. Yer bemalol, shundan kelib chiqqanki yetta qilamiz. Qo'ymalarga qilaylik, sutini olib boraylik, molni o'zimiz boqqan molga ruxsatnoma olingan, bemalol hech qanaqa masalasini olib borsa bo'laveradi. Rastamoshkasiz kiradi. Troshlik bordim. Men Amerikaga borishim kerak edi, o'sha keyingi haftaga qilaylik deb. Meni kunim to'g'ri kelmadi. Bo'ldi, mana shu haftaga qilamiz o'zim 13 ga pul bor. Tushiradigan bo'ldi. Biletlarini ro'yxatdagilar. Biletni o'zi ham kecha kuni oldik. Bu ham bir 10 million atrofida olindi. Oxiri bo'lgani uchun juda qimmat olindi bilet ham davlatdan. Faqat bu yerda hamma narsa xuddi hamma o'zlari cho'ntakdan aytdim, mana shu islom bo'lib beradi, transfer, mehmonxona hammasini akiminchadan tushdi deb. Shunday qilib, joy-joyda to'lov qilib ketaverasizlar o'zlaringga. Har bittasi eng kami 500 kilodan bir kunda go'sht oladi. 200 kilo ekan eng kami. 1 tonnagacha go'sht olishar ekan. Sizlarga shunchaki go'sht sotsam bo'ldi ekan, shunchalarni birlashtirib qo'ydim. Ya'niki qaysi birlaringdir bitta arzon joyda go'sht olib, dushmanlarni olinglar, so'yinglar, video qilinglar. Mana halol pok go'sht so'yapmiz. Allohu akbar. Mana xaridorlaringiz ham mana shu o'zlaring hammalaring xaridor ekansizlar. Hozir birlashtirib qo'ysam, hali shunaqaki men o'zim qilayman aytdi, o'zim olay degandan ko'rachi, mana shu 4 ta, 5 ta, 10 ta odam bitta bo'lsalaring, vobshe missiya oson bo'ladi. Davay 100 mingdan tashlaylik, mo'joy kattaroq ekan. Bir yo'l billa qilamiz shuni. Men sotuvi bilan shug'ullanaman, men moli bilan shug'ullanaman, men tozaligi bilan, men yemi bilan. Bo'ldi, shuni bo'linib olib, juda zo'r bo'ladi. Safarda ham missiyasi shu. Safarda o'sha bitta yo'nalishdagi odamlar tezroq birlashadi. Komanda zo'r birlashadi. Bir-birlarini sinab olasizlar. Bir hafta birga yurgandan keyin, birga yotib, birga turgandan keyin hamma gap so'zi hamma yo'g'i chiqib keladi. Belarusga yetib keldik. Minskdamiz. Endi maqsadlarimiz shu Belarus chorvachilik bozorlarini o'rganish, joylarni ko'rish, mana bu o'rmonlar, tabiatdan qarang. Samolyotda qo'nyap turib e'tibor berdikki, hamma chorvadorlar kelyapti-da. Faqat mol boqadigan joyga o'xshab ko'rinyapti. Endi missiya shu bo'lgani uchun ko'zimga shu narsa ko'rinyapti. Yam-yashil, bo'm-bo'sh hamma yo'q. Imkoniyatlar bu degani bemalolchilik. Mol boqish oson va arzon bu davlatlarda. Shuning uchun shu missiyani qo'ydikki, hukumatimiz va rahbarlarimiz tomonidan tashkillangan va berayotgan imkoniyatlari ular kelishuvlar asosida biz shu yo'nalish beramiz. Tadbirkorlar o'zlari uyog'ini yetalab olib kelishadi. Shu yerda chorvador, fermerlar, minglab katta fermerlar qilishadi O'zbekistonga. Mana biz Belarusga kirib keldik. Aeroportdan tushib bir joyda mana bir yam-yashil joylarda to'xtab, hamma o'rmon joylarda turibmiz. Shu yerlarda bir yaxshi niyatlarda ish boshlamoqchimiz. Xudo xolasa shu niyatlarimiz amalga oshishini xohlaymiz endi. Davlatimiz tomonidan shu katta yordamlar bo'lyapti. Katta rahmat prezidentimizga ham, shu ishlarni tashkilga, rahbariyatga ham katta rahmat. Endi oxirigacha shu ishlarimiz amalga oshsa, hamma shu tadbirkorlar xursand bo'lib, ishlarni boshlab, yurtimizga, vatanimizga foydasi tegadigan haqiqiy bir ishlarni boshlash niyatimiz bor. Hammaga omad, tadbirkorlarga kim nima niyat qilgan bo'lsa, hamma niyatlariga yetib bersin. Chorva yo'nalishida buncha odam bor deb men hayol qilmagan ekanman. Kecha e'lon berdik. Belorussiyaga chorvadorlar bilan safar qilamiz. Biznes safar bo'ladi va mana shu bozorini ko'ramiz. Belorussiyada chorva fermalarini qurish va tashkil qilish, fermalar ochish bo'yicha e'lon berdik.
e'lon berganimdan keyin biz tog' safarida edik. Bir 5-6 soatdan keyin bir nomer qo'yganman, shu xodimimiz aloqaga chiqyapti-da, aka bilmayman bir 500 ta bo'ldimikin qo'ng'iroq deyapti. Qanday nima qilishimiz kerak o'zi, qanday olib ketamiz dedi. Biz qisqa vaqtda tashkil qilgan edik va 30 ta odamni bular Belorussiya hukumatiga ham aytgan edik. 30 ta menga aniq natija qo'yadigan odamlar kerak dedik va 30 ta tadbirkor bilan Belorussiyaga yetib keldik. Men o'yladimki, bir 500 ta odam bilan bir lashkar tortib kelsak ham bo'lar ekan. Juda bu ixlosmandlari ko'p ekan Belarusiyada. Aytganimizdek, bu davlatda chorva ishlarini qilish oson va qiymati arzon deydimi? Arzonroq. Samolyotdan tusha turib hozir ham aytdim. Aynidan endi o'sha missiya bilan kelayotganimizga hamma yoq yam-yashil, hamma yoq mol boqadigan joyga o'xshab ko'rinyapti. Juda imkoniyat bemalol ekan. Demak, biz aniq natijalar bilan xudo xolasa, demak, O'zbekiston firmalari Belarusiyada ochiladi. Mana shu avtobusda biz 5 kun Belarusiyani to'liq aylanamiz ketdik. Ovqat. Biz Belarusiyada halol restoran topdik. Yo'lmanliga. Firma ochdik. Yana bitta firma o'zi sotib olish prosesida turibdi. Andijon chorvavoz, andijonlik Bekzod aka, Qashqadaryo chorvavoz, Qashqadaryolik Iskandar aka. Bugun hozir o'shalarga men mol olib berish masalasi bilan shug'ullanaman. Mol mahalliy xalqda taxminan 7 rubldan ekan kilosi живой вес. Birjada o'zi bularda talab bo'yicha birjadan olish kerak. Birjada $6 Bu где-то 18 rubl atrofida bo'ladi. Qanchadir qismini bar birjadan olish kerak, qanchadir mahalliy aholidan. Bular bizga kelganda, bizani Davron aka Abjalovich, Vahobov qanislar hammalaring, Vahobov kelganda premyer ministr bosh vazirga kirib chiqqanlarida butun aholini hamma molini yig'ishtirib ketib, so'yib O'zbekistonga olib ketib qolmanglar, iltimos, o'zlaring yetishtiringlar degan savolni qo'ygandi. Shu uchun biz chorvachilik fermalarini ko'rishimiz shu uchun. Endi birinchi masala, chorvachilik ferma bugun hozir o'zbekchilik hamma joyda bor. Uyda egasini oldiga kiramiz, sovg'a salomini berib, roziligini olib, keyin fermalarga ketamiz. Fermani borib ko'rasizlar. Bugun erta bular shanba kuni ham qolish taklif qilyapti. Biz ularga zadacha qo'yamiz. Shanba kuniga bugungi kunda gostinitsa yo'q. Men mana kecha bir kun Minskda yurdim. Minskda ham gostinitsa muammo, Vitebskda ham, chunki potok juda katta kelyapti Belarusga. Shanba kuni yig'ilib, yana ko'radigan joylarni ko'rib, keyin o'sha viloyat hokimiga o'zimizni masalalarni qo'yamiz. Hozir ko'rmasdan turib bunga masala qo'yish sal noto'g'riroq. Rosa bizga kirib uyda egaslar ruxsat olib chiqamiz-da, keyin men ikkita ishlaydigan odam masalasini qo'yib beraman ularga. Endi sizlarning savollaring bo'yicha birinchisi go'sht molga javob berdim. Mahalliy xalqda 7 rubldan olsanglar bo'ladi. Birjadan $6 beryapti hozir bugungi kunda, ertaga juma kuni borib uchrashib, shuni $4 ga tushirmoqchiman. Buni ham birjadan olsa bo'ladi. Ob'yom xohlagancha o'zlaring eplasanglar, boqsanglar bo'ldi. Har bitta molga normativ bo'yicha 2 gektar yer qo'shib beryapti. Har bitta ko'rgan fermalaring yonidan alohida yer beradi. 2000 gektar, 3000 gektar, 9000 gektar har xil. Hozir mana ikkita chorva olgani, bular 1000 gektar beraman debdi. Bizani O'zbekiston fermerlarimiz o'sha ikkita olganlar. Iltimos 150 ber, 200 ber deb biz iltimos qilib kamaytiryapmiz. Bular yo'q, avval nimaga debdi. Chunki ekin ekish kerak, molga yem yetishtirish kerak. Mollar har bitta molni yem yetishtirishga 2 gektar poложено bo'ladi normativ bo'yicha. Keyin savol bo'lgandi gruppada, живой molni olib chiqib ketsa bo'ladimi?
bo'ladi, faqat o'zlarining yetishtirgan mollar. Ko'chadan sotib olib ketgan emas. Bu degani sizlar mana bugun fermani ochsanglar yoki bir haftadan keyin fermani ochsanglar, iyun oxirida mol olib chiqib keta olmaysizlar bu yoqdan. Sizlarga normal holatda bitta yaxshi mol olib chiqib ketish uchun baribir 3 oy vaqt kerak. 3 oy 4 oy ichida molni yetishtirib, katta qilib keyin olib chiqib ketasizlar. O'zlaringnikiga mumkin. Bularda regulyator bor edi, hali ham bor. Molni narxini belgilaydigan, eksportga minimal narx belgilaydigan. Eksportga minimal narx $6 aslida. No, biz iltimos qildikki, Davron Jalolchi iltimos qilganda, mana prezidentlar kelganda o'sha hujjat podpisaniya qilinadi, tayyorlanyapti. Juma kuni yana men borib tekshirib ko'raman. Себестоимостdan molni olib ketishdi. Себестоимост deganda sizlar oldinglar, misol uchun boyaga 7 rubldan 2-3 dollardan oldinglar, yetishtirganlaringcha $4, $4.5 bo'ldi. Endi ko'pchilik baribir O'zbekistonda firmasi bor, o'zini O'zbekiston firmasiga import qiladi, keyin yo sotadi, yo so'yib sotadi. O'shanga ham ruxsat olganmiz. Fermalarni ko'rasizlar. Fermalar boshlanishiga arenda olishni tavsiya beramiz. Sotib olishlaring ham mumkin. Qaysi fermalar уже 90% skidkaga tushib bo'lgan 10.000, $7.000 atrofida bo'ladi. 5.000 bilan 15.000 oralig'ida fermani sosteniyasiga qarab. Qaysi fermalar endi sotuvga chiqyapti? U fermalar hozirgi kundagi narxi $100.000, $120.000. No, hamma ferma qaysi bo'lsa ham, o'sha 10.000ligi ham, 15.000ligi, $120.000ligi ham bu taxminan 9, 10 yo 5 gektar, 6 gektarlik tayyor fermalar, bino inshooti bor, molga mo'ljallangan tayyor fermalar. Ularni 120 mingga sotib olsangiz ham o'shanaqa, bu 15 mingga. Faqat 15 ming 20 mingga sotib 90% skidka bilan sotib olish degan masala, bunga vaqt kerak. Masalan, bugun sotuvga chiqsa, har 20 kunda narxini 10% ga pasaytirib boradi. 3 oylarda o'sha 90% skidka narxiga kelib qoladi, olasizlar. Biz shuni harakat qilyapmizki, 3 oyda emas, mana oliy darajaga tashrif bo'lgan paytida biz tanlagan firmalarni o'sha maksimal skidka bilan bizga bersin. Ikki xil varianti bor, 90% skidka bilan berish yoki agar bularni davlat rahbari ruxsat berib qo'ysa, murojaat ustuna okey deganimiz, bularning minimal qiymati bor, 1 rublmi, 2 rubl degan, o'sha minimal qiymatda berish. Bu degani sizlar misol uchun $1 qiymatda sotib olishlaring ham mumkin bo'ladi. Ma'qul bo'lsa, bizning tavsiyamiz ijaraga olish. Ijara narxi $150 dan $600 gacha olishyapti. Mana shu ikkita ferma $150 bittasi, $600 bittasi oldi. Sosteniyasi yaxshiroq bo'lgani uchun ijaraga olish, ijara davomida ishlatib fermani qo'yib olsanglar, ungacha oliy darajada tashrif bo'lib qoladi. Bitta protokol bilan sizlarga eng imkon darajasida arzon qiymatda olib beramiz. O'zbekiston fuqarosi kelib direktor bo'lishi uchun 1 oy kerak. Разрешение на работу va hokazolarga. Belarus fuqarosi direktor bo'lishi uchun 1 kun vaqt kerak, 15 minut vaqt kerak. Firma ochish ham 1 kunlik ish. Shot olish ham 1 kunlik ish. Ya'ni 1 kunda firma ochib, shot ochib, hamma masalani bitirsa bo'ladi, direktorni qo'ysa bo'ladi. Mahalliy fuqarosini qo'yish osonroq, ancha oson bizga. Xo'p. Yana nima masala qoldi? Mahalliy fuqaro qolgan ikkita firmalar ham o'zini mahalliy o'sha bivshiy direktorlarni ishga oldi. Shu direktorlar o'zi qarab beradi, bizanikilar kontrol qiladi. Endi o'zlaringning xohishlaringga, o'sha direktorda davrda bankrot bo'lgan bu firmalar, u odamni aybi bilanmi yoki bir boshqa obyektiv subyekt sabablar bilanmi, endi o'zlarining qaror qabul qilishlari kerak yoki bitta direktor qo'yish kerak. Bizani ishchilarni olib kelib ishlatish muammosiz. Xo'p, bugun men hozir shu masalani yana bir marta qo'yaman. Ana ikkita firmaga ham 4 tadan odam olib kelingan. Propiskaga viloyat hokimi o'zi shaxsan yordam beradi, qo'yib beradi srazu. 3 oy, 6 oy, 1 yil qo'yish muddatlari biza birdan iltimos qilyapmiz, 1 yillikka qo'yib berdi. 4 ta, 5 ta odam olib kelib ishlatishgan. Sababi bu yoqda ishchi kuchi sal muammoroq, o'zi butun Belarus xalqi 9 million. Vitebskda odam kamroq ko'ryapsizlar. Minskda ham mana kecha borib ko'rdim, odam kam, mashina ham kam, probka ham yo'q shuning uchun. Bor yo'q 9 million, Vitebskda 400 ming, aholisi shunaqa butun viloyatniki. Bizda bitta Urgut tumaniki 660 ming. Masalalar shunaqa. Kimda nima savol bor? Sulton aka, yuristingiz bizga yordam beraladimi? Misol uchun, agar mas'ullar shuni bitta tanishtirib yordam bersa, shu kelgan mana shu yerda biznes qiladigan firmalarnikini debitor qarzdor hisoblamasi, avansi anaqa kechirsin deb beradi. bo'ldi. Mana shunasi kerak. Aka, muammo bo'lsa-ki ham qilsa bo'ladi. Hali katta kichik bo'ladi, masalan, agar yuqori bir narsa muammo bo'lganda bunaqa tashrif uyushtirmasdi.